Barakalla, rahmat o'g'lim. Jonning rohatidir, yaxshi bo'lsa xotining, qishing farog'atdadir, quruq bo'lsa o'tining. Gar yomon bo'lsa xotining, fel bo'lsa o'tining, kuya o'lasan, sira chiqmas tiling. Qadrlar, e'tibor bering, 15 yoshda ko'zini boylagan holatda yuribsiz. Qanday bor shumi? Osmonda uchirgan kabutarni qanoti ushlab tursa, darvoza qo'liga langarchini ushlab turar ekan. Langarchini yerga shundoq tashlasinda, birdan bir ajoyib tomosha ko'rsatib bersin, hozir g'osh turishini ko'rsatib bersin. Hali ketdi emasa o'g'lim oldik, ha? Nega bo'shashmasa? Ciddi Bruce Jackson Van Damme deymiz lekin o'zimiz Amir Temur farzandimiz. Yurayda bitta qarshi yo'sin, Van Damme turishini ko'rsatdi. Qadrlar, sansada qarsida borishimi? Yana bormi? Qani ket o'g'li! Akalar choyxonaga borib, chorlarni qurib osh yeb o'tirsa, darvoz qo'lida choyxonaga borgan vaqti yo'q. E'tibor bering, bir qavat tursa, chorlarni holatini ko'rsatib bersin. Alloh saqlasa balo yo'q, saqlamasa davo yo'q. Alloh saqlasin deganlardan bitta qarshi yo'sin. Oldi! Mana shu holada bemalol cho'zilayotgan bo'lar ekan. Bitta yana judalayotgan bo'lar ekan. İkinci yana judalayotgan bo'lar ekan. Agar sizlar qasdsiz ikkalanib judalayotgan bo'lar ekan. Sizlar uchun joviga qo'lini qo'yayotgan bo'lar ekan. Shu yo'qqigan, birdik yurgan qalbimda. O'ylab qolmaydi sensiz bu dunyo. Do'stlaring zor emas, sen bilganchalik. O'lsam nima bo'ladi deb tortmasalar ham, ketganing xabari kelganchalik. Har inson zotiga zarurman dema, kimgadir tuproqsan, kimgadir olmos, Xudo saqlasin gohi-gohida hatto o'zingga ham kerakli qoladi. Bu o'tirgan akalar aytadi, "Palon bunaqa dorda men ham bemalol yuraveraman" deganlar uchun e'tibor bering. Hech narsa ushlamagan holatda taxti gumbazga bir qadam. Qasdi bormi? Oldi! Barakalla! Yashang! Bo'shashmasdan! O'ylamasam o'ylar